Qoshlari qarori, ko'zlari qarori sevib qoldi. What the? Wow, nima mashina bu? Voy, BMW. Voy, men yoqtiradigan mashina BMW. Nahotki bizning qishlog'imizda BMW bor. Wow, endi bu mashinani men minmoqchiman. Qanday miniladi bu? Voy, eshigi qani? Buni egasi kim ekan? Voy, dahshat BMW. Menga BMW yoqadi. Sizgachi Mersmi BMWmi? Wow, balonni qaranglar, kallamday kelar ekan. Wow, endi nima qilaman? Mazza qilib minish kerak buni. Egasi yo'q-ku. Voy, egasi men-ku. Voy, mazza. Xayriyat, bugun qishlog'imiz ancha tinch, hech qanaqa muammolar, o'g'rilar yoki qanaqadir g'alati voqealar bo'lmayapti va men mazza qilib yashayapman. Bilmasam bugun nimaga bunaqa bo'lgani hayronman. Bu jitel nimadir tepaga qarab o'tib ketdi, balki osmonda nimadir ko'rib qo'yandir. Osmonda qush ham yo'q hattoki. U nimani ko'rganiga men hayronman. Lekin balki ko'ziga ko'ringan bo'lishi ham mumkin. Mana o'sha ikkita jitel nima qilyapti? Короче, nimadir qilyapti. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Johaning qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar tez kanalga obuna bo'ling, chunki bizning kanalimizga obuna bo'lmaganlar kirishi mumkin emas. Agar hozir mer sizni ko'rib qolsa, obuna bo'lmagan bo'lsangiz qishloqdan haydaydi. Shuning uchun tez pastga o'tib obuna bo'ling, videoga like bosing va kommentariyaga nimadir deb yozib keting. Tak. Ana endi men doimgidek o'zimning shaxsiy ishlarimni qilishni boshlayman. Qishloqda bilasizlarmi nima qilinadi doim? Doim men shu fermadan boshlayman ishimni. Chunki meni 1000 ta obunachim yo'q. Agar 1000 ta obunachim bo'lsa, bunaqangi ferma ishlari bilan shug'ullanib o'tirmayman. Va men sraz yangi kuchliroq ishlarga o'tishni boshlayman. Bitta stulim bor, bitta doim ishlatmayman shu stulni. Mana yer blok bor, mana shuni keragi yo'q menga. Tak, stul. Voy, eshikni ichiga kirib yopib tashlabman. Qaranglar, kallani qaranglar dahshatligini. Tak, ana endi fermada ishlayman biroz. Bu yerda sabzilar bor, hamda boshqa narsalar ham bor, ko'ryapsizlarmi? Bu narsalarni men doim yig'ishtirib olaman. Kuniga 3 mahal desak ham bo'ladi, chunki juda ham serhosil. Короче, bu joy serhosil va narsalar normal pishyapti. Kartoshkada bir ikkita chirik, ya'ni yomon holatda pishganlari ham bor. Ularni ham olyapman, lekin bu gal chirik chiqmadi. Juda ham ajoyib. Bu juda ham menga foyda degani, chunki agar chirik ko'p chiqadigan bo'lsa, bu chistay zarar bo'ladi. Zararsiz bo'ldi bu gal. Tak, suvga bekor tushdim ertalabdan. Tushmasligim kerak edi. Mayli, endi nayloj. Shuncha hosil olgandan keyin bu uchun javob ham berish kerak. Xo'p, mana ana endi bu yerga kartoshkalarni ekamiz. Xo'p, mana tak sabzilar ekib chiqamiz. Xo'sh. Voy, yetmadi-yu. No nichivo, mana yana qo'yamiz. Yana voy. Bo'ldi. Всё, normali. Menimcha hammasi chotki bo'ldi. Juda ham ajoyib bo'ldi. Tak. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysan, jitel? Yaxshi, rahmat. Zo'rmisiz? Menda mashina bor, BMW. Yuring ko'rsataman. Qanaqa BMW? Sanda BMW bormi? Da, keling ko'rsataman. Yo, vatta, rostdan sanda, menda yo'q narsa sanda. Qanaqasiga sanda BMW bor? Aytganimni qiling, yuring. Sen namcha chiroyli jitilsan, qoshlaring qalin. O'zi chiroyliman. Ortimdan keling, BMWni ko'rsataman. Bo'ldi, boryapman men hozir mana. Tak, qayoqqa borishimiz kerak hozir? Ortimdan keling. Aha, tak, ortingdan boryapman. Sen nima meni aylantirib yuribsanmi? Yo'q, keling. Yur, tezroq. Mana BMW. Qanaqasiga shu BMWmi? Ha, ko'ryapsizmi? Ko'k rangdagi ajoyib BMW. Balonlari katta. Oy, sen jinnimisan? Qanaqasiga bu? Menga qarada. Bu ayb seni ko'zlaringda ekan o, jinnivoy. Bu BMW emas, bu traktor. Yo'q, qanaqasiga traktor? Bu rostakasi BMW X10, X10, короче, qanaqadir. Yo, sen o'zingni qanaqadir doktorga ko'rsat yoki kimgadir o'qitib bor. Qanaqasiga BMW bo'lishi mumkin? Bu mana rostok deb yozib qo'yibdi, bu traktor bo'lsa. Yo, bu o'zi ko'ryapsizlarmi, g'ilayroq ekan. Menimcha bu bizning qishlog'imizga adashib kirib qolgan. Bilmadim qayerdan kelib qolgan, nimaga kelib qolgan, uni endi o'zi biladi yoki boshqa odam biladi. Короче, tak, brат, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingizga yaxshimisan? Aha, bo'ladi, rahmat. Hozir bitta jitelcha yurgandi, yangi kelganmi qishloqqa, tanimadim men.
kecha adashib kelib qolibdi. Ko'zi qarag'adir g'ilayroq ekan. Ko'zi g'ilay? Tentakmi deyman. Yo, unaqangi yomon o'y xayollarga bormang, brat. Siz odamlarni yomonlash yaxshi ish emas, shuni bilmaysizmi? Bilaman. Короче, nima demoqchi edim, hozir eslab olay. U qanaqasiga bunday bo'lib qolgan, men tushunmadim. So'ramadingizmi? Bilmadim, so'rab ko'rish kerak. Hozir so'rab ko'raman, keyinroq kelsak aytib beraman nimaga unaqa bo'lib qolganini. Bo'ldi, brat, men unda ketdim. Borib o'zim ishlarim bilan shug'ullanib turaman. Ungacha so'rab qo'ying. Tak, mer uy emas-ku bu. Men mer yoniga borib kelay. Balki mer bilar, u qayerdan kelib qolgan yoki mer nahotki mer uyida bo'lmasa. To'xtanglar, eshikni ochib kiraylik. Uyida yo'q mer. Hayronman. Balki qayergadir ketib qolgandir yoki yana dam olishga. Doim dam olishga ketib qolaveradi. Ya'ni balki bu gal ham dam olishga ketgandir. Yaxshisi borib o'zimni ishlarim bilan shug'ullanay. Ungacha ana Jitel tog'a anig'ini bilib turadilar. Xo'sh, yaxshi va bo'ldi. Yetadi. Bugunga mana shuncha o'ynaganim yetadi. Ko'p o'ynab qo'ydim. Tak, ana endi ko'chaga chiqib bir aylanib kelay. Ana brat, ana yangi kelgan Jitel haqida ma'lumot to'plagan bo'lsa so'rab kelishim kerak. Qayerdan kelib qolgan, nima bo'lib kelib qolganiga tushunmayapmiz biz hozir hali ham. Brat, aniqladingizmi narsalarni? Aniqladim. Короче, u kecha bitta mashina o'tayarib, uni do'stlari tashlab ketib shu yerga. U yoshligida короче otasi osmonga otgan ekan. Короче 4 marta otgan ekanda, 3 martasi ushlab olgan ekan. Bittasiga uchib ketgan ekanmi? Yo'q, jinimsan, yerda tortish kuchi bor-ku. Aytgancha, demak otasi uni 4 marta otgan, 3 martasi ushlab qolgan, 1 martasiga u patologga o'pishib qolganmi? Voy, dabbamsan, u yerga tushib ketgan. Endi tushundim nima bo'lganini, brat. Mana urug' topib qo'ying, sizga kerak bo'la bilaman. Короче, mayli unda men borib o'zimni shaxsiy ishlarim bilan shug'ullana qolay. Mayli, ehtiyot bo'l, u jinni deyishyapti. Nimadir bo'lib qolsa agar, короче, nimadir bo'lib qoladi. Tushunarli. Mayli, brat, unda. Lekin nimaga bunaqa qilyapti bu Jitel? Stop. Mana o'sha Jitel. Mani uyimni yonida nima qilyapti bu? What the fuck? To'xta, kuzatish kerak. Voy, meni uyimga kirib ketdi. Stop. Yo'q, stop. Voy, Jitelcha, jinnimsan? Mani uyimga sen nima qilyapsan, oy ahmoq? Brat, iltimos uyingizda 5 minut yashang, meni uyim-ku axir. Sen to'g'ri jinni ekansan-ku. Qanaqasiga sen uying bo'ladi, bu meni uyim-ku. Turga qol, meni uyim-ku bu. Yo, asabimga tegma, chiq uyimdan chiqib ket. Hozir o'ldirib qo'ysam, lekin yomon ish bo'ladi. Mayli, hazillashdim. Bo'pti, yo'qol. Bu jinni bo'lib qolganmi? Rostdan jinni-ku, bu jinnixonadan qochib kelgan, bilmayman. Короче, tak, Telegramga kiraychi. Telegramga yangilik kelibdi, tak ko'ramiz. Короче, shahar jinnixonasining 19-xonasidan jinni qochib ketibdi. Iltimos, jinnini ko'rganlar bo'lsa, xabar qiling. Biz o'zimiz uni olib kelamiz, qaytarib jinnixonasiga. Короче, jinnilar haqida gap ketgan ekan, bittalachib aytib beraman. Короче, bitta jinni, u jinniligini короче aytmayman, bo'pti, sog' bo'linglar. Wow, dahshat yangiliklar. Demak, bu jinnixonadan qochib kelgan. Voy, iplos. Mayli. Unda xabar berib o'tirmayman, shunchaki uni jinnilikdan qutqarib qo'ymoqchiman. Tak. Xabar yozamiz. Men uni o'lgan holatda ko'rib qoldim. Menimcha jinnixonada boshqa jinni olib qolaveringlar o'sha xonasiga. Bo'ldi. Всё, нормально. Ana endi men uni bitta izlab kelaydi, agar nima bo'lyapti? Tak, top olsam o'ldiraman. Chekkaroqqa bo'lsa iloji bo'lsa yaxshi bo'lardi. Jitellar ko'rmasin, uni o'ldirganimda. Mayli. Voy, bratanim. Mana unga qarab nimadir qilyapti, brat. Tak, mer hali ham kelmabdimi? Yo'q, hali ham kelmagan, hayronman. Mer kelganga hatto merga aytardim, balki o'ldirish niyatidan qaytardim. Yoki yo'qmi? Tamam, bratdan so'ra qayerga ketdi ekan. Brat, yaxshimisiz? Короче, ana jinni Jitel qayerga ketdi? Bilmadim, seni uying atrofida aylanib yurgandi. Doim o'zim meni uyimning atrofida aylanyapti. Tushunmadim, nima deyapti, u nima qilyapti? U seni uying deb, meni uyim deb o'ylayapti. Ya'ni meni emas, o'zini uyi deb. Shunaqa deb.
tushunarli. Demak, hozir tak, men nimadir o'ylashim kerak. Tak. Nima qilsam ekan? Bilmadim, menimcha o'ldirib yor, chunki judayam jiddiy u. Aha, tushunarli. Tak, nima qilsam ekan? Stop, meni uyimning oldida yuribdi yana. Yana yuribdi. Ana, tak. To'xta, kakris uyim ichida o'ldirsam hech kim bilmaydi. Voy yaramas, men senga uyimga kirma deganmidim. Hoy, menga qara. Turya ol meni uyimga. Sen rostdanami o'zi asab ko'nyapsan? Nima, sen meni o'ldirmoqchimisan? Ha, o'ldiraman sen, chunki juda ham yomon jinnisan. Yo'q, men jinni emas, sen jinni. Asabimni buzding sen. Bo'ldi, всё, jinni degan narsa yo'q endi bizning qishlog'imizda. Shuning uchun короче, jinnilikka soqmaslik kerak odam o'zini yoki jinni bo'lmaslik kerak. Короче, bizning qishlog'imizda jinnilarga joy yo'q. Короче, o'lim jazosiga hukm qo'ran bo'lmasa, bu yerga nima bo'ldi? Voy, men tushunmay qoldim. Nima bo'ldi? Mayli. Nima bo'lsa bo'lsin. Muhimi, qishlog'imizda jinnilar yo'q. Kanalga obuna bo'lishni unutmang, jigar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.